Assalomu alaykum aziz ayollar. Mana bugungi konsultatsiya kunimiz nihoyasiga yetdi. Konsultatsiyamiz juda ham serqirra, har doimgidagi ham onkologiyaga, ham plastikaga, ham umuman ko'krikda bo'ladigan kasalliklarga bag'ishlangan bo'ldi. Endi juda ham qiziq mavzulardan biri bu albatta xronический mastit, ko'kraklardagi o'sha surunkali mastit to'g'risida bo'ldi. Xronический mastitni, ya'ni surunkali mastitni hozirgi kunda mammologlar va gnoyniy xirurglar ko'pincha antibiotiklar bilan davolashyapti. Lekin uni hozirgi kunda standarti sal o'zgargan. Buni taktikasi boshqacharoq, chunki faqatgina antibiotiklar bilan davolagandan keyin olib tashlanadigan ko'krakni qismi juda ham katta bo'lib, defekt katta bo'lib qoladi. Shuning uchun buni boshqacharoq standart bilan, lekin u standartda albatta yozilgan, standart bo'yicha ishlaymiz. Standartda yozilgan lecheniya bilan davo qilsa va keyinchalik shu shamollagan qismi, ko'krakni shamollagan qismi so'rilgandan keyin o'sha joyini olib tashlasa yoki qaysidir plastik elementlarini qo'shsa, ko'krakda defekt bo'lishi kamayadi. Bugungi kunda juda ham bu kasallik ko'payganligi sababli mavzu dolzarblashyapti. Shuning uchun alohida bu joylarga e'tibor berish kerak va albatta biz onkolog bo'lganimiz uchun gistologik tekshiruv o'tgandan keyingina maxsus davoni boshlashimiz kerak. Hammanglar sog' bo'linglar, ko'kraginglarga va umuman sog'lig'inglarga bee'tibor bo'lmashinglarni so'rab qolaman.